Assalomu alaykum do'stlar. Videoni boshlashdan oldin kanalimga like bosib va obuna bo'lib qo'ying. Men hozir qaysi blokni kam saqlashi buni ketmasligini aniqlamoqchiman va agar suvga tushirsa men bo'lsa ham meniki. Va menda ko'kas saqlar. Keyingi videoda men sizlarga qanaqa qilib ko'kas yasashni o'rgataman. 4 ta tema olib olamiz. Endi viziboniga o'tamiz. Men kod yozish narsasini ham o'rgataman. Kod yozish videosini ham olaman. O'shanda 1.12 da qanday qilib kod yozishni bilasiz. Va memonlarni qaysida olish bilib olasiz. Hozir ko'ramiz. Bu qor bizni cho'tka emas, lekin men bular jonimga tegdi. Bular yurolmay qoldik. Va bunisi jon yemadi, uchitirmadi ham. Endi samon blokni sinab ko'ramiz. Birinchisida totem ishlamadi, jon yemadi, lekin u yuqoriga silkitib olmas ekan. Bu 1,5 ta jon yedi, hamdasa silkitib olmadi. Bu boyagidan ham past natija. Samon blok eng izida. U 10 jondan 1,5 jon oldi. Qani pulsa ko'ra. Buni jonlarni chiqib bo'lar ekan. Do'stlar, go'sht olib turish cho'chqalarni mollarni o'ldirib tekis o'ylamda bularni jonga tegan. Jon oldi. Bu eng pastidagi endi samon emas. Samon blok hozir ikkinchida o'tdi. Birinchida qor blok. Lekin ikkitasi ham silkitmas ekan. Uchirib yubormas ekan. Mayli, sliz saylab ko'ramiz. Uchirdi ham. Jon ketmadi, ushdi ham. Bu demak haqiqiy. Demak bizda sliz oldinda. Sliz oldinlab ketdi do'stlarim. Videoni kabir qismiga yopmay qolibdi. Va do'stlar, bu nonni olgan yerim yozma. Ko'rdingiz, hozir kreativga o'tib baholi chiqamiz. Kreativga o'tish uchun boyagi narsani yozish kerak. Opok deb mana 1 deb yozsangiz kreativga o'tasiz. Men shunchani yozib oldim. Yozuv doskasida belgilab chiqamiz. Eng yomoni ko'kda, eng yaxshisi oqda belgilanadi. O'rtanchalari mana bunda belgilanadi. Bu yo'q. Bunga 2 ball beramiz. Bunga 6 ball beramiz. Eng yomoni bunda hisoblanadi deganimmi? Mayli, kerak emas. Nima? Yo'q. Mana shu yerga yozib qo'yamiz. Bunga 7 ball beramiz. Nega desa, mana bu blokka 100 ball. Nega desa, u sakraganda joningni ham ketkazma. Uloqtirib ham yuborar ekan. Mana bu lekin hayvon tutishga o'xshaydi ekan.
urasam qochib yetisha olmaydi hayvonlar. Bu blok hayvon ushlashga yaxshi ekan. Hozirgi videoda esa kerak emas. Hamdasa kim PUBG Mobile o'ynagan bo'lsa, men bilan lobby izlashib ko'rarmi ekan? Kalashnikda qaysi odam Kalashnikda men bilan lobbysini izlab ko'radi? Kalashnik. Qaysi odam, qaysi? Agar kim men bilan lobby izlamoqchi bo'lsa, o'z ID'sini yoki ID'sini yozib qoldira qo'ysin. ID chatga. Baton tushyapti. Mana bu yerga bosib ma'mur bo'lsak, bu bolg'a qaysidir kinodagi bolg'aga o'xshamayaptimi? Qaysi kino? Eslasangiz kommentariyada yozing. Qaysi kinodagi bolg'a? Kim bilsa kommentariyada yozsin va men sizlarga keyingi videolarda PUBG o'ynayman deb so'z beraman va Light o'ynayman keyingi videoda. Bundan keyingisida men Mobile o'ynayman. Hammaga xayr, salomat bo'ling, sog' bo'ling, omon